2 noyabr kuni Qumdaryoda Chiyalda yig'ma kurash Toshbakovul Aktam polvon eshitdinglar o. Dunyoning bor sovrini bor, butun O'zbekiston, Osiyo bo'yicha polvonlar kelsin. 4 noyabr Yakkabog' Javog'i qishlog'ida 2 avtomobil, 10 ta tuya, 10 ta ot, 10 ta ho'kiz. Sizlar uchun. Shunchalar yaxshi ko'radi sizlarni. Xalq, vatan, prezident yaxshi ko'radi. 7 noyabr kuni Chiyalda Bekzod akani kurashi nihoyatda dahshat bo'ladi. Esimda gapirmay tur. 17 noyabr kuni ham juda katta kurash bor Dodiqda. 28 oktyabr Vosxod Beshchashmada juda katta kurash bor. 12 noyabr kuni Chiyalda mana shu polvonimiz juda katta kurash beryapti. Zo'mma qishloqdan Zo'm qishlog'ida to'ylar muborak bo'lsin. Mana bu